Qadrdonlar, assalomu alaykum. Proyektga xizmatga keldik. Rustamjon akamlar oldiga. Kecha kuni ham kelgandik. Bugun kecha kuni tomga pena quygan penachilar jamoasi bilan keldik. Bugun sizlar bilgan eski sinfdoshlar jamoasi pena betondan stejga yotqizib beramiz. Sheralijon Rivojdilar xizmatda tastiga zasipkalarni qilib, tekizlab instrumentlar yoyib qo'yganmiz. Hozir sinfdoshlarimizni hammalaridan bittadan intervyu olamiz. Sheralijon, bizda obunachilar bilan salomlashib, o'z fikrlaringizni bildirib qo'ying, qadrdon. Assalomu alaykum, obunachilar sizlar. Ishtamiz, like, comment, bomba qilib yorvoraylik. Charchamanglar. Qadrdonlar, Rivojdijon shaydalar. Salomlashib qo'ying, qadrdon. Assalomu alaykum, obunachilar. Bugungiday biz ish faoliyatini boshladik. Qadrdonlar, bugun Rivojdijon rosa kulverdilar. Sababi Baxtiyor akam. Baxtiyor akamdan ham intervyu olamiz. Baxtiyor akamga ham forma berganmiz. Akamiz shopir, lekin ushbu obyektimizga qarashib qo'yaptilar. Formalari ham bizniki bilan bir xil. Baxtiyor aka, bizda obunachilar bilan salomlashib qo'ying. Assalomu alaykum, obunachilar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi vaqtdagimlar. Qadrdonlar, ishlarni boshlab olganmiz. Hozir Baxtiyor akam qoziq tayinlayaptilar. Akramjon ichkariga ham kirib videoni davom ettiramiz. Tastiga zasipka to'kib, tekizlab nolini hozir lazerni otib, stejkaga joyimizni tayyorlayapmiz. Apparatlarni olib kelib, ma'lum qismini yoydik, instrumentlarni yoydik. Bizdan tashqari Abdurahmon akamlar ham tepada kecha pena quygan joyimiz ustida yurib, ustidan foydalanib tom yopishyapti. Yomonlashmi yo prosta yashyapti? Yo aka. Qatib bo'ldi. Ashuncha yuribdi. Bizning mahsulot obunachilari mana to'y bor ekan, kechadan beri ushab yuribdi ekan. Ehtiyot bo'ling aka. Mana ushabman ha bunda to'y. Ha, yo, naqman, ey. Jigar akamlar xizmatda. Qadrdonlar, Osotbeyda obunachilari kecha like ga va'da berib yuborganmiz. 420 ta like bo'lsa ham aka bu ish qolib ketmasin deb turib kelibdi. Like bosib yuboringlar. Keyingi videoga bo'lsa ham, oldingi videoga bo'lsa yana yaxshi. Tasdiqlarni ham savobdi, va nimasi telefon orqasiga. Bekotdagi like bosib yuboringlar. Mana shu yerdan chiroyli xizmat qilib beryapti. Qadrdonlar, videoni pauza qilib turaman, sababi mashina tortishib chiqarib qo'yishim kerak. Qadrdonlar, ichkariga ham kirib oldik. Akramjon ichkarida xizmatda edilar. Qadrdon, charchamadingizmi? Obunachilar bilan salomlashib qo'yasiz. Assalomu alaykum, obunachilar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan qiynalmay, dehqonchilarga harakat qilyapsizlarmi? Endi bundan bag'ashda bizda qishloq sharoitida dehqonchilar uyda degan narsalar bo'ladi. Biz ham endi Xudo xolasa menaga kelib mana Qo'qonga xizmatdamiz. Endi mana mashallah aynak holatga keltirib beraman Xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab, kommentariya, like. Yana qo'ldan nima kelsa o'sha telefonda bor-ku narsa. Mena bali nomini sanamayin, repostmi? Rakitani rasm bor. O'shalarni ham nima qilaverasizlar? Xizmatdamiz. Ish jarayonida yana ko'rishamiz. Qadrdonlar, sizlar bilgan sinfdoshlar jamoasi navbatdagi obyektda pol qismiga stejkani o'rniga pena betondan stejka quyib berish xizmatini amalga oshiryapmiz. Lazerlarni qo'yib, jilkalarni tortib, ish jarayoniga tayyorgarlik. Nolga olyapmiz hozir. Taxtalarni qo'yib olishga narixonani ham bu taraf ozgina pastroq keldi. Bu xonaniki ham xuddi shunaqa ko'rinib turgan bo'lsa, betondan ozgina balandroqqa chiqyapti bu taraflari. Rosa betonga kelgan. Hamma xonalarimizni bir qator tayyorlab oldik. Ozgina turpog'i balandroq kelgan ekan, shu sababli mana shu joyga nari tarafga chiqardik. Bu taraflari ham tayyor. Bu xonaga jilkalarni ham tortib qo'yishgan. Endi pastda turpoq bo'lib turganligi uchun turpoq ustiga quysak, turpoq sement shirasini tortib olib, yog'lishi ko'proq bo'lishi mumkin. Shu sababdan zasipka olib kiryapmiz. Zasipkani yozib, pastiga haligi
suvni urib, zasifkani tekkiz yozgandan ustidan suv uramiz. Yana yengil cho'kib oladi, cho'kadigan joylari bir-biriga birikishib, o'zi kecha tomga gipsdan penalon bos quyganimizda ham pastga suv oqib ancha qatib qoldi. Tomni holati xuddi shu holatda bo'ladi. Mana shu ko'rinishda har bitta xonalarimiz vasa taxtani ustiga materialimizni vazdoshni steplerda mahkamlab, xuddi shu ko'rinishda pastdan ko'rinadi. Kecha kun uyda Rustamjon akam bilan birga tanishtirdik-ku, mana shu joylarni kecha kuni ham olib chiqishdi. Bu xonalarda qopti. Xudo xolasa shu obyektimizda ish jarayonlarini video davomiga tezlashtirilgan kadr qilib qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kechki dasturlarimizda yana to'liq ish jarayoni ketma-ketliklari, quyilish jarayonlari qanday ketay turganini videolar davomiga qo'shamiz. Baxtiyor akamlar xizmatda. Aka, Alloh rozi bo'lsin, charchamang. Sinfdoshlar jamoasi bu tarafda xizmatda. Qadrdonlar, ko'rishguncha. Aytmoqqa yo'qday so'zim, ololmayin qoldim ko'zim, shunchaki ekan udar. Bir qarab tushdi ko'zim, aytmoqqa yo'qday so'zim, ololmayin qoldim ko'zim, shunchaki ekan udar. Udar, udar, telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar. Taqir tuqur, malakdayin goho xur, taqdirimga ming shukr, jilmayishi ham udar. Poshnasi taqir tuqur, malakdayin goho xur, taqdirimga ming shukr, jilmayishi ham udar. Udar, udar, telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar. Boyvachcha ekan chizda, borolmayman Matizda, mashinasi ham udar. U kelar qora Mersda, boyvachcha ekan chizda, borolmayman Matizda,
mashinasi ham udar, 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 telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar. Qo'llarida iPhone, har kuni ko'rsaydim uni, qanday aytaman buni, so'zlashlari ham udar, udar. Qo'llarida iPhone, har kuni ko'rsaydim uni, qanday aytaman buni, so'zlashlari ham udar. Udar, udar, telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar, 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 telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar. Qadrdonlar, sementlarimiz ham yetib keldi. Xudo xolasa ish jarayoniga harakatlar boshlanyapti. Keyingi videoda obyektimiz hamma joylari quyilishlarini to'liq holatda, apparatimizga qanaqa zapravka qilinadi, anshilarda hammasini qo'yamiz xudo xolasa. Ushbu obyektimizdagi ish jarayonlari ham asta-sekin davom etmoqda. Qadrdonlar, ichkarini hozir ko'rsataman. Videolarda ko'rdilaring. Zasipkani bosdik, ustidan yengil suvdirdik. Suvurganligimiz sababi mahsulotimiz tezroq qatib qolsa, yo'llash kuzatilishi mumkin. O'sha sababdan xuddi shu ko'rinishda turpoqni o'zini ustiga qilsa ham sement shirasini turpoq tortib yuboradi. Shu sababdan zasipka olib kirib, zasipkani yozib, ustidan suvdirib, xuddi shu ko'rinishda. Endi penalon bozimizni quyib beramiz. Penabeton steshkamizni quyib beramiz. Keyingi videoda ish jarayonlarini to'liq holda ko'rsatamiz. Qadrdonlar, salomat bo'linglar.